HR masalasida ko'p savollar tayyorlab qo'yganman. Talabalarni chet elga jo'natib, grant olib, Komandangizda nechta odam bor? o'sha kinodagi sotda eng zo'r HR bo'lgan. Kompaniyani onasimi, otasimi? Men shu joyini rosa qattiq eshitishligini xohlardim. HR kurslar juda ko'p. O'shaning uchun HRni korxonadagi o'rni bu tanadagi yuradigan bo'ladi. U hard skills, soft skills zo'r bo'lsin. Shuncha pulni to'lab menga nima kerak edi? Xodimlarni ishga qabul qilish, Iltimos qilaman hozir HRlardan ham. madaniyat va motivatsiya. Birinchi 15 kunlikda sarflangan trening Ish beruvchi yoki pul topish ham, sotish ham muammo emas. HR yechim bera olarmidi sizga? Eng dardli shaklim hozir shuda, Va u qiynalgan joylaringizga diplomatiyani zo'r olib borish kerak. yaxshi HRman, chunki men Bir yoq tarafida HR turadi, bir yoq tarafida finansiy kontroller turadi. O'zbekistondagi HR tizimi va trendlariga qanaqa qaraysiz? Aholi yoki biznesga nisbatan xafa bo'lmaysiz, nolga teng. Hujjatlarni o'zbek tilida rasmiylashtiramiz. Xalqqa o'zi kommentariy orqali sizni 5000 ta case studiesni yaratib beradi. Mani teoriyam bo'yicha ularni orasida rahbar chiqmaydi. Hammadan iltimos qilib, mana tiz cho'kib so'radim. Stabillashgan davrda katta bo'lishdi. Bitta qoida aytgan, bu qoida meni umrim oxirigacha zo'r ishlaydi-da. Nima degan bilasizmi? Assalomu alaykum. Umid aka, kelganingiz uchun kattakon rahmat. Bugungi podkastimizning eng birinchi va eng muhim mehmonlaridan bittasi bu Umidjon Ishmuhamedov. HR masalasida ko'p savollar tayyorlab qo'yganman va umid qilaman, что siz mening savollarimizga javob berasiz va podkastimizdan keyin biz haqiqatdan ham xalqqa ish beruvchiligi, tadbirkorligi kim kerakligini aniq bilib olamiz va meni birinchi savolim biznesingiz haqida va o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi. Men hozir o'zim haqimda gapirmasdan oldin bir narsa aytib qo'ymoqchiman. Aynan tadbirkorlarni eng dardli tochkasini olib chiqibsizlar. Men bu narsaga astoydil aytdim-ku, men sizni oldingizga dardim bilan kelyapman deb. Meni ham maqsadim shu. O'shaning uchun juda ham chiroyli podkast boshlabsiz. Men bundan rosa xursand bo'ldim. Bizani ko'rayotgan muxlislar, balkim tadbirkorlar bo'lsin yoki HRda tayinlanmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsin, men bu narsaga birgalikda kurashamiz va birgalikda HRlarni tadbirkor xohlayotgan HRlarni yaratamiz degan dard bilan keldim to'g'rirog'i. To'g'ri, bizani taniydiganlar, tanimaydiganlar bo'ladi. Men Umidjon Ishmuhamedov Toshkent shahrida Moliya institutida, keyin Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qib kelib, keyin PwC kompaniyada bir 5 yil ishlab, o'zimning xususiy korxonamizni ochganmiz va bu 2013-yil tashkil topgan. 2014 keyin ko'payib mana hozir juda ham ko'p loyihalarni asoschisi, tadbirkor deb bilishadi. Endi ko'p yoshlarimiz IELTS deb biladi, o'rtancha yoshlarimiz maktab va universiteti bor deb biladi va katta yoshlar moliyachi, ekspert deb bilishadi. Rahmat kattakon. Bugungi kunda komandangizda nechta odam bor? Nechta odam boshqargansiz shu kungacha? Jamoada men o'zim boshqargan paytda taxminan bir 100 tacha bo'lgan. Hozir adashmasam men bu yil sanamoqchiman shuni. Chunki 17 ta loyihada taxminan 600 tadan aniq oshganini bilaman, lekin 1000 ga yaqinlashib qolgan degan fikrdaman. Chunki qanaqa bilmaysan buncha odamni deb savol berishingiz mumkin, lekin biza hozir asosan investitsionniy anaqa yo'nalishga chiqqanligimiz uchun ko'p proyektlarimiz o'tdi, operatsiyonkada qatnashmaganligim uchun hattoki jamoadagi a'zolar bir xillari bilmay qolishi ham bo'lgan holatlar bo'lgan. O'shaning uchun hozir taxminan 600 plus deb aytgan bo'lardim. Boshqargan o'zim operatsiyonkada qatnashgan paytimda 100 ta bo'lgan. Tadbirkorlikka qanday kirgansiz va tadbirkorlar uchun HR roli qanaqa deb hisoblaysiz? Xo'p, tadbirkorlikka birinchi eng katta muammodan kirilgan. Ya'ni muammoni yechib kelardim oldin. Bu hobbim bo'lgan, ya'niki talabalarni chet elga jo'natib, grant olib jo'natish bo'lgan va bu narsa hobbim keyin asosiy ishimga o'tib ketib qolgan. Ya'ni asosiy ishimdan yuqoriga chiqib ketib qolgan. Talab ko'p bo'lganligidan keyin shu 2013-yil qaror qilib asosan EduAction korxonamizga asos solganmiz va buni ketidan ta'lim yo'nalishi, ximiya yo'nalishlari va
har xil boshqa loyihalarga qo'l urganmiz. Endi HRni korxonada kim deb o'ylaysan desa, men shu joyini rosa qattiq eshitishligini xohlardim. Chunki HR xuddi tanani eng asosiy a'zolaridan biri yurak bo'lsa, biznesdagi HR o'rni xuddi tanadagi yurakka o'xshataman. Yurak, ya'ni miya asosan CEO ga beradigan bo'lsam, uni tanani hamma qonlarini bir baravarda tanaga yurg'izadigan, filtrdan o'tkazadigan, ham kirishini, ham chiqishini kontrol qiladigan yurak bu HR deyman. Nega? Chunki tanadagi yurak ham xuddi shunaqa qonni qabul qiladi va filtrdan o'tkazadi va tanaga yetkazib beradi. Xuddi shunaqa HR niki. Nega? Chunki HR tanadagi kirayotgan bilan chiqayotganni kontrol qilgan paytda kirayotganni ham yaxshi kontrol qilish kerak, chiqayotganni ham yaxshi kontrol qilish kerak. O'shaning uchun HRni o'rni, korxonadagi o'rni bu tanadagi yurak degan bo'ladi. Odamlarimiz to'g'ri tushunishligi uchun. O'quvchilarim savol beradi. Anaqa Ozod opa, kompaniyada HR bu kompaniyani onasimi, otasimi deganda men aytaman. Buvisi ota tomondan deyman. Chunki hammaga gap o'ta oladigan, kontrol qila oladigan va endi otalarni onalari har doim anaqa властный, mudriy, hamma maslahatiga quloq soladigan, protsesslarni yo'lga qo'yishadi-yu. Sizga ham zo'r taraf ekan. Men aytaman, bu buvisi faqat ada tomondan desam kulishadi-da. Men har doim shunaqa men aytaman, chunki hamma protsesslarni har doim ota tomondan onalar yo'lga qo'yadi deyman-da. O'shanga ular ham kulishadi. To'g'ri, demak bu ota onamiz ekan deydi. Yo'q, bu buvi deyman. HR tarafdan bunaqa qarashingizni asosi bor ekan, lekin korxona egasi tarafdan tanadagi yurak ham asosli. Juda asosli, to'g'ri. Menga siz ta'rifingiz ko'proq yoqdi. Agar siz HR qidirganingizda sizga qanaqa HR kerak bo'lardi? Xodimlarni ishga qabul qilish. Masalan, meni fikrim, mana ko'p ekspertlar gapiradi-da, rekrutingda headhunterdan odam topish kerak. Bizga deydi, mamnaqa soft skills bo'lish kerak, mamnaqa hard skills bo'lish kerak. Men katta kompaniyalarda ishlaganim sababli, katta holdinglarda ishlaganim sababli tajribamdan kelib chiqib doim aytaman, rekruterlarimga ham aytaman. Menga soft skills, hard skillsdan oldin bizani madaniyatimizga to'g'ri kelish kerak odam. U hard skills, soft skills zo'r bo'lsin, bir Garvardda bitirib kelgan bo'lsin, lekin madaniyatga to'g'ri kelmasa ishlab keta olmaydi-da. Agar siz HR qidirganingizda, siz qanaqa HR qidirardingiz? Men HR qidirganimda har doim ahamiyat beraman. Hozir ham iltimos qilaman o'zi HRlardan ham. Bilasizmi, biz ko'p holatda HRlikni отдел kadrov bilan bir xil ko'rayotgan insonlar ko'p-da, haligacha ko'p. Ya'ni ruschasida o'zi HR bilan отдел kadrov bir xil so'z bo'lgani bilan, lekin unga tadbirkor tarafdan qarash umuman boshqa. Sessir paytda to'g'ri dokumentatsiyalar, HR отдел kadrov qiladigan ishlari qaysidir bir qismi deb qaralgan, lekin men uni ikkinchi darajali deb bilaman. Chunki men HR ko'rayotganimda qanaqa ko'rarding desa, rosa xohlardim. Milliardi degan kino bor. Ko'rganmisiz yo'qmi? Ko'rganman. O'sha endi ba'zi bir qadriyatlarni olib tashlagan holatda, lekin o'tdagi o'sha ayol eng zo'r HRli vazifani bajargan. Chunki psixologik jamoani eng yuqori effektivnostda boshqarish uchun qiladigan vazifasini, HR vazifasini ko'p holatda ko'rsatib bergan deyman. Sababi jamoada tadbirkorda nima muammo desangiz, tadbirkorda ishoning, pul topish ham, sotish ham muammo emas. Tadbirkordagi eng hozirgi muammo jamoani yuqori effektivnostda ushlab turish va uni o'lchash. Buni vazifasini HR bo'yniga olish kerak. HR kelayotgan HRlarni ko'p holatda dokumentatsiya, rekrutingga kirishi, chiqishi, anaqa oyliklarni to'lashi yo'q. Uni HR jamoasidagi bitta xodim bajarish kerak. Lekin HR o'zi, ya'ni korporatsiyani ichidagi head of HR, ya'ni HRlarni tepasida turadigan odam korxonani aurasini, effektivnostini eng yuqorida ushlab turishi bu eng glavniy ishlardan deb o'ylayman.
man qanaqa qararding desa, shu insonlarni qidirib topib, o'sha insonlarni qaytanga HRlikka o'qitib HR qilgan yaxshiroq. Chunki hammani har xil xarakteri bor-da. Masalan, HR vazifasi bittasi introvertli odam keladi, ekstravertli yoki hissiyotli, yo intuitsiyasi kuchli, yoki emotsionalli, yoki neemotsionalli, sovuqqonli, issiqqonli, u xarakterlarni his qiladigan odam eng zo'r HR bo'ladi. Integrator deydi-ku, to есть bizani kinomizda sotda bor-ku. O'sha kinodagi sotda eng zo'r HR bo'lgan. To'g'ri, chunki u kommunikatsiyalarni yo'lga ma'lumotlarni bilib yurganda. Nega? Mana oddiy misol endi ijtimoiy tarmoqdagi tadbirkorlar buni his qilsin, ne только tadbirkorlar bu narsani biladi, lekin HR o'qiyotganda men HR bo'laman degan odam shu narsaga ahamiyat berishligini istardim. Endi sotdini sal slabiy tarafini aytmayapman. Sotdini har doim qaynana sotdini nimaga chaqirardi? Bilasizmi? Voy, menga qara deydi, mami kelin bilan mami kelin nima urushib qoldi desa, u sotdi. Chunki bu kelinni chaqirsa buni yomonlaydi, bu kelinni chaqirsa buni yomonlaydi. No, haqiqat qayerda desa, haqiqat sotdida bo'lardi. Chunki sotdi buni nimaga anaqa urushgani, xafa bo'lganini va buni nimaga xafa bo'lganini negizini bilardi-da, tushunyapsizmi? Bu tadbirkorga to'g'ri reshayni qabul qilish uchun eng katta kuch. Endi men misolni keltiryapman odamlar tushunishi uchun. Umidjon aka, meni holatimda men bu podkast o'zi qayerdan tug'ildi? Menda bu fikr как boshlashimizdan oldin ham sizga aytdim. HR kurslar juda ko'p hozir. Ko'pchilik bilimi bilan bo'lishyapti. Bu narsa juda yaxshi. Chunki oldinlari hech kim bilimi bilan bo'lishmasdi-da. Hamma bu narsani konkurensiya deb o'ylardi. Hech kim bilimi bilan bo'lishmasdi. Bugungi kunda Xudoga shukr, shu kunlarga yetib keldik. Hamma bilimi bilan bo'lishyapti-da, lekin biz tadbirkorlar uchun shablonni HR chiqarib beryapmiz-da hammamiz. Hammaga bir o'shaning uchun dardim uchun keldim nomman. Hammaga bir xil HR chiqarib beryapmiz-da. Bugungi podkastimizdan keyin HR kursi rahbarlari kinolarni boshqatdan ko'rishadi. Menimcha, Kelalar qo'zg'oloni kinosini televideniyada yana 2 marta aylantirib yuborishadi bundan. Men tavsiya qilaman. Bilasizmi nimaga? Bir narsani aytay. Men kino ko'rinishim bir davrgacha boshqacha bo'lgan, birinchi davrdan keyingisida boshqacha bo'lgan. Qachon boshqacha bo'lgan? Men bir $18,000 to'lab neuroscience o'qigani bordim. Savol, nega bordim? Shuncha pulni to'lab menga nima kerak edi? Shu neuroscience o'qishda, to'g'risi, biznesda neuroscience nimaga kerak desangiz, menda muammo paydo bo'ldi. Ya'niki har xil odamlar bilan gaplashganligim tufayli men noto'g'ri reshaynalar qabul qilishni boshlab qoldim. Ya'ni kimni olib, kimni ovotganda kolичество ko'paygandan keyin, 100 tadan ko'paygandan keyin sifatim kamayishni boshladi. Va bu narsani to'g'rilashim uchun menga HR kerak, lekin men xohlagan HR yo'q. Demak, men birinchi o'zimni davolashim kerak deb neuroscience o'qigani bordim. U yerda o'qigan paytimda menga Gladiator degan kinoni distract qildi. Ya'niki qurilgan Gladiator, masalan, zdaniya qurildi, zdaniya qursangiz uni bizasiz. Bizib turib qayta qurishni o'rgatdi. Ya'ni Gladiator kinosiga nega 18 milliard ajratildi, 9 milliard ajratildi, 2 milliard pul ketdi deyiladi. Bilasizmi nimaga? Chunki ular sekundgacha tahliliy analiz qilganligi uchun u kinolar shunaqangi summa xarajat bo'lib, shunaqangi darajaga chiqargan. Ya'ni eng qimmat sarflangan kinoni o'sha distract, ya'ni bizib turib ko'rishni tavsiya qilaman. U kinoni ko'rsatgandan keyin Gladiator bug'doylarning ustidan qo'lini yurg'izgani, keyin boshqa qarshi urushgani, bu yerda head of directorslar turishi, bu yerda CEO, ya'ni Gladiator bu CEO bo'lganda, CEOda hammaga murojaat qilishi, men aytmagunimcha ataka qilmalaring deyishi, hammani boshqarishi bor-ku, u tadbirkorlarga, umuman ishbilarmonlarga kinodan zo'r narsa chiqarish strategiyasini o'rgatgan ekan. Endi bu narsani ko'rganimdan keyin borku, xuddi o'sha sotdi kinosini men boshqatdan ko'rib chiqdim. Nega? Chunki aynan sotdidagi integratorli qaynanaga kerak bo'lgan ekan. O'shaning uchun ularni kelinlarni ichida bitta integratorni tanlab olishi va bu integrator hamma bilan suhbatda bo'ladi. Hamma kelinni qachon tug'ilgani, qachon oylik olishi, hamma narsani dardigacha biladi-da, tushunasizmi? Lekin bu odam anaqani ko'rsatib berganda bu kino.
nima edi, endi sottiga nisbatan vazifasini ko'rsatib bergan. Qanaqa bo'lgan? Buni biznesga qilsangiz bor-ku, biznesda ham xuddi shunaqa. Ikkita xodimingiz ushib qoldimi? Bu ikkalovini eshitishdan ko'ra, sottini eshitib turib reshiyni qabul qilishingiz bu ikkita xodimga yordam beradi. Ya deydi, Umid aka deydi, buni uyda deydi, eri bilan urushib qolgan deydi. O'shani alamini ishxonadan olyapti deydi. Lekin unga kirsangiz, uni narsani gapirmaydi, u dardini. Shunaqa. Tushunmoqsiz? O'shaning uchun bu narsalarga ahamiyat berishi HR eng katta vazifalardan deb bilaman. Menda oldinlari bitta kino ko'rsam, kinodek qabul qilardim. Hozir ichidagi fragmentlarni uzishni o'rganganman. Masalan, Moskva slezam не верит degan kino bor. U yerda ayol kishi zavodga boshqaruvchi bo'ladi, direktor bo'ladi. O'sha yerda aytadi, qanaqa qilib boshqarasan 10 mingta odamni, qiyin emasmi desa, boshida qiyin bo'lgan, 3 tasini boshqarishni o'rganganimdan keyin qolgani o'sha muammo emas. Qolganini anaqasi soni ahamiyatli emas deydi-da. Demak, o'sha paytda ham bu narsa shunaqa bo'lgan, team leadlar tayyorlanadi, kuchli o'sha anaqalar yig'iladi. No, u paytda ham unga bitta integrator, o'sha 3 ta odam integrator sifatida ishlatganda, albatta bu narsalar kinolarga nisbatan qarashlar yildan yilga o'zgarar ekanda. Har safar boshqatdan, menimcha bu kinoni ham hammamiz endi ko'rib chiqamiz boshqatdan. Keyingi savolim madaniyat va motivatsiya. Kompaniyada korporativ madaniyatni qanaqa qilib yaratiladi? Kim yaratadi va xodimlarga nisbatan motivatsiya haqidagi fikringiz? Korxonada madaniyatni odatda korxona egasi boshlab berish kerak deb bilaman. Chunki korxona madaniyati baribir korxonani boshqaruvchisi, balki CEOsi bo'lsin, balki o'sha pul tikkan odam o'zi boshqarar. Qisqasi head of company, CEO deylik. O'shani madaniyati tarqaladi, ya'ni jamoaga. Xuddi oila kabi bo'lganda, oilani boshlig'ida o'sha boshlig'i orqali jamoa shakllanadi. O'sha madaniyatga tushishga harakat qiladi. Tusha olmagan odam o'zi aslida chiqib ketadi u yerdan. Nega? Chunki bir-biriga tushmay qoladi. U ham yaxshi odam, bu ham yaxshi odam. Prosta uni korxonani madaniyatiga tushmay qoladi. O'shaning uchun madaniyatni qurayotgan paytda doim endi o'zim PwC'da ishlaganim uchun har xil madaniyatli odamlar kelsa ham, u korxona korporativniy tizimni yo'lga qo'yganligi uchun o'zini madaniyatini singdira olgan deyman. Lekin singdirayotganda qanaqa singdirgan desangiz, ishga olish etapida boshida har bitta kirayotgan xodim 15 kun komandaga qo'shilishdan oldin treningdan o'tgan. Bu eng ключевой narsa ekan bu. Bizda nima bo'ladi? Ishga olinadi, ertaga tushib ket ishga deyiladi. U narsa boshqa madaniyatdan kelganligi uchun unga tushishi qiyin bo'ladi. Agarda HR jamoa o'zini tizimini yaratgandan keyin har bitta kirayotgan odamni birinchi korxona madaniyatiga o'rgatilsa, korxona code of conduct deydi, ya'ni qonunlarini, ichki qonunlarini o'rgansa, zo'r jamoa qurilib shakllanib ketular ekan degan fikrdan. Chunki har yili bir 20 ta odam olsa, 20 ta odam har xil xarakterli, har xil madaniyatdan, har xil rus vakili, karis vakili, har xil bitta joyga kelganmiz-da. Albatta. Lekin o'sha birinchi 15 kunlikda sarflangan treyning bizani ichki madaniyatga tushirishga katta turtki bo'lgan deb o'ylayman. Va bu narsa har bitta korxonada bo'lishi kerak. Albatta. Savolingizga javob berdimmi, adashmasam? Ha, motivatsiya. Motivatsiya. Endi motivatsiyaga keladigan bo'lsa, albatta bu motivatsiya xuddi mashinadagi benzinga o'xshataman. Motivatsiyani qo'yasiz, yuradi va motivatsiya tugaydi. Yana benzin qo'yasiz, yana yuradi yana. Endi bu o'zi asli motivatsiya odatda ayniqsa hozir ijtimoiy tarmoq ko'paygandan keyin motivatsiya ham ko'payib ketdi. Chunki miyadagi dopaminni qatdandir olish kerak bo'lyapti va u asosan shakli ijtimoiy tarmoqlardan bo'lyapti. Hozir bizani podkastimiz ham albatta bu ijtimoiy tarmoqlarga qo'yiladi va insonlarga berilishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni o'sha shaklda beryapmiz. Nega? Chunki maqsadimiz ijtimoiy tarmoq orqali ma'lumotlar tezroq yetib borsin deb. Motivatsiya kerak, har doim kerak, lekin korxonada motivatsiya qisqa shakldagi ozuqa derdim. Uzoq shakldagi ozuqaga hech qachon o'ta olmaydi motivatsiya. Ya'niki motivatsiya qisqa muddatli qaysidir
kunlik deylik yoki maksimum haftalik deylik, o'sha shakldagi holatlarga bu narsa ishlaydi, lekin uzoq muddatli maqsadlarga, uzoq muddatli vedeniyalarga motivatsiyadan boshqacha yo'l tutish kerak deb bilardim. Endi hozir unga kirsa rosa kirib ketaman-da. Shunaqa. Jamoa boshqaruvida qiynalgan joylaringiz bo'lganmi? Va u qiynalgan joylaringizga HR yechim bera olarmidi sizga? Hozir eng qiynalib aytdim men dardim bilan kelyapman. HRim yo'q deydi. HRimiz bor. Eng dardli shaklim hozir shu-da. Bir ikkita joyda men operatsiyonkada qatnashaman hozir ham. Nimaga desa, u yerda aynan o'sha HRni shakllanmay qolgani deb bilaman. Chunki HRda ozgina o'stirishimiz kerak, ozgina shakllantirishimiz kerak, o'zimizni madaniyatga o'rgatish kerak degan muammoim bo'lganligi uchun ya'ni o'sha biznesga aralashishimga majburman. Bu narsa albatta muammoga har doim duch kelamiz va bu muammoni HR ga tushuntirishga harakat qilaman. Lekin HR yana bitta integratorli xususiyatidan tashqari diplomatiyani zo'r olib borish kerak. Bu juda ham kritik nuqta. Nega? Chunki HR bir vaqtda o'zida korxonani ham egasi tarafdan, ham jamoa tarafdan o'rtada balansni ushlab turadigan eng zo'r diplomat bo'lish kerak. Ya'ni muomala madaniyati, xo'jayinlarni jamoaga yetkazganda jamoadagi fikrni xo'jayinga nisbatan minusga ishlamasligi. Yokida teskarisi, jamoadagi negativni fikrni xo'jayinga negativ qilib yetkazmasligi. Ya'ni shunaqangi balansda ushlash kerakki, HR. Siz ham kuymasin, kavob ham kuymasin deydi-ku. O'sha o'zi asli anaqa HR deyman. O'shaning uchun yurakka ko'proq urg'u beraman. Tushunarli. Chunki aql logikaga uradi-da. Qalb logikadan tashqari emotsiyani hisobga oladi. To'g'ri. O'shaning uchun yurakni qalbga yaqinligi kuchliroq chem miyadagi logikani. Siz uchun keyingi gapingizdan keyingi savolim siz uchun HR tanlayotganingizda ish beruvchi yoki asoschi bilan, ta'sischi bilan ishlagan degan kompetensiya muhimmi? Nima deb o'ylaysiz? HR ga основатель deymiz-ku, o'sha asoschi bilan ishlash qiyinmi, osonmi? Mani shaklimda qiyin. Hozirgi mani vaziyatimda juda qiyin. Nega? Chunki HR o'zi ta'sischilarga do'stupi bo'lish kerak deb bilaman. Lekin direktorga, ya'ni CEO ga bo'ysunish kerak deb bilaman. Nega? O'zi struktura bor. Endi men PwC da ishlaganim uchun HR korxona strukturasida bu yerda ta'sischi tursa, keyin direktor tursa, direktor bilan bitta urinda bir yoq tarafida HR turadi, bir yoq tarafida finansiy kontroller turadi. Bu finansiy kontroller bilan HR direktorga bo'ysunadi, lekin primoy do'stupi bo'ladi ta'sischiga. Nega? Чтобы direktor xodimlarni jamoani tanlayotgan paytida o'ziga holatini tanlab turib, o'zi решение qabul qilishdan ya'ni cheklov qo'yish maqsadida HRni ta'sischiga primoy do'stupi bo'lish kerak. Va bu holat o'zi asli zo'r korxonaning strukturasini beradi. Ya'ni ta'sischi 3 ta odam bilan primoy gaplashishga, to'g'ridan to'g'ri gaplashishga ega inson. Bu HR, direktor va finansiy kontroller. Mana shu holatda ta'sischi yaxshi struktura qurgan bo'ladi va buni ishlab ketish imkoniyati juda katta bo'ladi. Chunki direktor jamoani boshqaradi va bu jamoa orqali pul topiladi. Shuning uchun jamoani tepasida turgan, qabul qilayotgan yoki ishdan bo'shatayotgan odamni, ya'ni HRni primoy ta'sischiga do'st bo'lish kerak. Yaqinda Moskvada bitta forum bo'ldi, HRlar forumi. HRlar tusovkalari ko'p bo'ladi. Bir xillari uydagilar hazillashdi. HRlar ishlab ham turadimi? Yo faqat forumlarga boradimi debdi. O'sha yerda men
yaxshi HRman, chunki man ta'sischi bilan to'g'rima-to'g'ri ishlaganman, dedilar-da. Men hayron bo'ldim. Nima kompetensiya bu? Dedim-da va shu savolni sizga tayyorlab keldim-da. Ta'sischi bilan HR ishlashi bu yuqori kompetensiyami degan savolni shu ochib bermoqchiman. Albatta yuqori kompetensiya bo'ladi. Nega? Chunki ta'sischini agar bizneslari ko'p bo'lsa, o'sha biznesga, ya'ni HRni ta'sischiga do'stupi bor biznesda ta'sischi bexavotir uxlaydi. Ya'ni man ta'sischi bo'lganimda, man o'zimga nisbatan aytyapman. Balkida boshqa insonlarda boshqacha fikr bo'lishi mumkin. Ularniki ham noto'g'ri demayman, lekin man o'zimga nisbatan ta'sischi bo'lib, moliyaviy kontroller bilan HR ga mani do'stupim bo'lishi, shu biznesim to'g'ri ketayotganligi bo'yicha shubha bo'lmaydi. Va man yaxshi uxlayman. O'shaning uchun HRlarni ta'sischilar bilan primoy do'stup bo'lishi bu yaxshi holat, ya'ni yomon holat deb aytmasdim. Men shunaqa deganlardim aytdim. Demak, bu qanaqadir alohida kompetensiya bo'lsa kerak. Bu narsani shu ta'sischilardan so'rayman. Bugungi kundagi HR trendlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bozorda HRlarning ko'payishi, HRlar o'zini HRman deyishi, yoki bugun kurs bitirib kelib, men shu ishni qilib bera olmayman degan HRmi? O'zbekistondagi HR tizimi va trendlariga qanaqa qaraysiz? Bu trendga har doim pozitivniy qaraganman. Ya'ni qancha bular ko'paysa, shuncha sifat keyin ortadi. Chunki qachonki konkurensiya bo'lsa, o'shanda sifat oshadi deb bilaman. Albatta. Man zaman, ya'ni ko'paytiringlar iltimos HRlarni, chunki HRlarning soni aholi yoki biznesga nisbatan xafa bo'lmaysiz, 0 ga teng. Ya'ni foizinglarchi 0.00001 bo'lsa kerak. 2 yildan beri HR qidirayotgan odamni ko'rganmisiz? Это был жесткий подкаст, и это очень Men sizga oldindan ogohlantirdim. Это жесткий вызов, скажу честно. Men sizga oldindan ogohlantirdim. Endi davaychi agar muammoga taqaladigan bo'lsa, shuncha aholi bor-ku, HR tayinlanyapti-ku, lekin tadbirkorlar hali ham HR qidiryapti desangiz, u yerda bitta katta muammo bor. Men rosa xohlardim shu narsani HRlarni o'qitayotganlar yoki boshqalar kontentini o'zgartirib kiritishligini. Shu joyni alohida kesamiz. Nima bu? Chunki HRlar o'sha shablonlarga hamma narsani berib tayinlanyapti. U narsa bo'yicha umuman vapros yo'q, zo'r tayinlanyapsizlar, zo'r qilyapsizlar, vapros yo'q. Lekin bizaga tadbirkorlarga ikkinchi tarafi qiziq, ya'ni birinchisi tahlil. Ya'ni HRlar haligi diplomat deyotgan paytimda tahlil qilish kerak. Shunda olib turib, shu gap gapirildi, ta'sischiga yetkazish yo'q, xato. HR bu filtr, yurak. Qon kelayotgan qonni filtrdan o'tkazib gapirish kerak. Ham bunaqasi kelganda, o'shani filtrlayotgan paytda nimaga yetishmayapti HR ga desa, tahlil yetishmayapti. Rosa xohlardim HR ni o'qiyotganlar, HR ga o'qitayotganlar case studylarni ko'paytirish. Shunchalik case study o'tinglarki, dunkaga tushirib qo'yadigan case study bo'lsin. HR nima решение qabul qilishgacha ikkilanib qolsin. Buni bossa bu kuyadi, buni bossa bu kuyadi degan case studylar qilsanglar borku, ishoninglar, eng zo'r HRlarni chiqarasizlar. Tahlil. Endi o'zim analiz qilaman-da endi. Shu narsani nima qilishmayapti deb turib pastroqqa tushsam borku, o'zi muammoyimiz ne только HR da ekan, o'zi muammoyimiz testlarda ekan. Hamma ta'lim tizimi, o'qitiladigan tizim testga o'tib ketganda ekan. Ishonasizmi shunga? Nega? Chunki nimadan kelib chiqdi desa, ikkita odam, bittasi ustoz, bittasi shogird. Kecha eshitib turgan narsam. Ustoz 3-o'rinni oldi, shogird 1-o'rinni oldi. Endi savol, nimaga? Chunki savollar multiple choice bo'lganligi uchun, ya'ni ABCDdan gaplashganligi bo'yicha ustoz bilganiga javob berganda, bilmaganini tanlamagan ham. Shogird bilmaganiga ham B ni tanlagan, C ni tanlagan. Vaholanki tanlangan anaqadan minus bo'lmaganligi tufayli uni shansi ko'tarilib 1-o'ringa chiqib qolgan. Bu birinchi holat, lekin ichidagi negizini tahlil qilsangiz, oldingi SSR paytidagi ta'limni nima kuchli deb aytishadi desa, chunki u paytda
test bo'lmaganda berilgan misolni yechib berish bo'lgan. Misolni yechib turib javobini topish bo'lgan. Hozir yechib turib javobini topish strategiyasi emasda test bor. To'g'ri aytishingiz mumkin. Hozir universitetlar ko'p, uni ulgurmaymiz. To'g'ri 10 mingtalab odamni kimdir olib turib testini tekshirib to'g'ri yechibdimi degan. Yo'q, men qarshi emasman. Testni olib tashlaylar demayman. Lekin yoniga hech bo'lmaganda insho yoki testoviy boshqa yozadigan anaqa bo'lish kerak. Ya'ni ikkinchi savol javob bo'lish kerak. Masalan, Germaniyani olsangiz, Yaponiyani olsangiz, ular faqat testga o'tirmagan. Nimaga o'shaning uchun tendensiyani, ya'ni ilm darajasini tendensiyani ushlab qolib davom ettiryapti? Chunki talaba testga o'tirmayapti-da faqat. Ular insho yozishi, bitta savolga o'zini fikrini bera olishi bu ключевой nuqta ekan. U odamlar chiqqandan keyin yaxshi HRni tayinlash yoki yaxshi boshqa yo'nalish iqtisodchini yoki boshqa moliyachini yoki boshqa o'qituvchini tayinlash imkoniyati oshadi. Hozir nima yetishmayapti desa, tahlil yetishmayapti. Tahlil yetishi uchun HR endi sizni o'zingizni qismingizni oladigan bo'lsa, nima qilish kerak desa, HR ga tegishli case study'larni yuzlab, minglab beringlar. Ana o'shanda shunday keladi-yu. Chaqib tashlaydi borku, shu ta'sischi bilan gaplashayotgan o'zida chaqib tashlaydi. Masalan, 100 ta case study'ni o'tib chiqsa, ishoning shu bola, shu qiz yoki zo'r HR bo'lib chiqish imkoniyati oshadi-da. Juda katta anaqada oshadi. Anaqa. Bizani eshitayotgan HR kurs rahbarlari, HR kurs HR ekspertlari bu ma'lumot uchun anaqa kommentariyada rahmat deb qo'yarsizlar, chunki bu haqiqatdan ham juda qimmatli ma'lumot bo'ldi. Tadbirkorning dardi-da bu. Tadbirkorning dardi. Bundoq qaraymiz, voy baraka topkir HR ga yetilyapti. Men bu narsani mana maqsadda yetkazdim, lekin sen nega bunaqa yetkazding? Jamoaga. Chunki jamoa bu rukovodstvodan kelyapti, bosh ta'sischidan kelyapti deb holat noto'g'ri bo'lyapti-da. Chunki HR tahliliy holatda balansni ushlab turadigan odam. Bizda shu balansni ushlab turish uchun tajriba yetishmayapti-da. Bugungi chiqayotgan yangi HRlarimizda, misol uchun meni o'quvchilarim aytishadi, anaqa Ozod opa, mana men bitirdim, sertifikat oldim, diplom oldim. Endi borib kim bo'lib ishlay olaman? HR direktor bo'lib ishlay olamanmi? Yo'q. 5 yil rekruter bo'lib ishladim. Men 5 yil rekrutingdan keyin HR direktor bo'lib ishlay olaman. Sizni fikringiz, 5 yil odamlarni qabul qilib, собеседование o'tkazib HR direktor bo'la oladimi? Agar uni haqiqatda tahliliy fikrlashi kuchli bo'lsa bo'la oladi. Даже 5 yil emas bu yerda rol o'ynaydigan, bu yerda ko'proq qancha misol yechgani katta rol o'ynaydi. Ya'ni misol deganim teoriya emas, amaliyotdagi vaziyatlarni qanchasini yechgani rol o'ynaydi. Balki 3 yilda 1000 ta case yechgandir yoki 1 yilda 5000 ta case yechgandir. Ya'ni qancha misol yechgani, ya'ni amaliyotdagi haqiqatda duch kelgan muammolarni yechgani ko'proq qiymat qo'sha oladi, chem faqat rekruter bo'lib o'tirib 5 yil o'tkazgandan ko'ra. O'shaning uchun yilga nisbat olmasdim-da. Men teskari metod qilardim. Masalan, hozir Ozoda mana shu joyini boshqatdan kesib qo'yishinglarni istardim. Ijtimoiy tarmoqda men kollaboratsiya qilaman shu joyini. Mana shu joyini chiroyli qilib kessanglar kollaboratsiya. Savol eshitinglar. HR bo'lmoqchiman va bu HRlikka menga case study kerak. Sizlarda qanaqa muammolar bo'lgan? Agar shu muammolarni bilsanglar, kommentariyaga yozinglar. Buni HR o'qitadigan joyga case study qilib qo'yamiz-da. Shu muammoda qanaqa holat qilish kerak degan vaziyatni o'rganamiz. Ya'ni case study bo'ladi. Xalqqa o'zi kommentariya orqali sizni 5000 ta case study'ni yaratib beradi. Va uni ichidan taxminan 1000 tasini olib, shuni 3 oy 1000 tasini o'rgatilsa, mana shunaqa case study'ni menmi yechim, mana shunaqa case study'ni menmi yechim. Yechimini aytmang, ularni o'zi aslida yechimni tahlil qilib bersin. Uni debat qiling. Ikkita komandaga bo'lib o'rtilib, qizilni bosarmiding, ko'kni bosarmiding, saruni bosarmiding, yashilni bosarmiding degan narsadachi, ular qachonki debat qilgandagina rivojlanadi-da. U xato bo'lsa ham roziman.
olsa, to есть bu yerda to'g'ri javobni topish strategiyasida emas, uni tahliliy fikrlashini oshirish asosiy maqsad bo'lsa, o'shanda borku, bitirgandan keyin bu savolni bermaydi sizga. U aniq biladi, men qayerga borib nima qilishimni deydi. Shunaqa. Uni case studylar bilan qilib qo'yib tashlang, keyin ichidagi zo'rlarini debatga olib chiqing. Debatda qaysidir komanda yutib chiq, tadbirkorlarni chaqiringlar debatga. Masalan, o'qityapsiz 100 ta anaqani 50 bo'lingda yoki 10 ta bo'lingda, eng shakllanganini olib chiqib turib debat qildirtiringda, debatga tadbirkorlarni chaqiring. Bilasizmi, biz stavka qo'yamiz har bitta HR'ingizni fikrlashi anaqa qilishiga, men unga $1000 beraman, ishga kelsin deyman. Keyingi tadbirkor, men sen $1000 beraman, men 1,5 beraman deydi. Nega? Chunki u ko'radi, u qanaqa tahlil qilayotganligini, u qanaqa case studydan nima yutganini biladi-da, sizda avtomat paydo bo'ladi, tadbirkorlar orqali HRlikka o'qitib turib, bolalaringizni sotish strategiyasi. Bilasizmi, bu nimaga olib keladi? Xafa bo'lmang, mana shu narsa agar 100% ishlaydigan strategiya degan bo'lardim. Avvalo Allohdan %100 ishlaydigan strategiya. Debat qilib, masalan, 100 ta o'qitdingiz, 10 ta, 20 tasi topini olib chiqasizda, topini olib chiqib turib, bu yoqqa qo'yibdi, tadbirkorlarni chaqiring, biz boramiz. Zo'r HRingizni o'zimizga olamiz. Umidjon aka, meni ham birinchi maqsadim shu. Men qaradim, o'qityapmiz. Hammani shablonniy bozorga chiqaryapmiz, lekin shunda ham tadbirkorlar HR qidiryapti. Yaxshi tushunmadim bu anaqani. Yana o'qityapmiz, har gruppamda 15 ta, 20 ta HR chiqaryapmiz. Mendan tashqari umuman yaxshi HRlar bor O'zbekistonda. Ular ham bilimi bilan bo'lishyapti. Lekin tadbirkorlar hali ham HR qidiryapti. Virus yuqtiring, aytayapman, virusni zo'r yuqtirish. Shu virus yuqtirish uchun aynan men siz taklif qilganim ham sababi shunda. Siz 2 yildan beri HR qidiryapsiz. Bu narsadan xabarim bor. Dardingizni bilaman, og'riqligingizni bilaman. Sizga hozir mana ikkita muhim savolim bor. Bilaman, bu narsa HR bo'lib ish qidirayotganlar uchun, HR bo'laman deganlar uchun, tadbirkorlar uchun juda muhim. Qanaqa HR ishga olayotganingizda 3 ta muhim savolingiz nima-ku va ularni qaysi javobidan qoniqmasdan ular sizga to'g'ri kelmasligiga qaror qilgansiz. Umuman nechta HR bilan suhbat qilgansiz? Men ko'p HR bilan suhbat qilganman. Uning ichida o'zingiz ham borsiz. Ijodga bu narsa aytsangiz ham bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim, tahlil qilinganda men nimasiga ahamiyat berganman desa, faqat tahlilga ahamiyat berganman. Agar gaplashganimiz, suhbatlarimizda eslasangiz, menga tahlil rosa muhimda, chunki bu yerda ishoning, отдел kadrda dokumentatsiya to'ldirish, kontraktlar, ular bor-ku, menga 2-3 o'rinda-da. Nima kerak senga desa, menga fikrlashi, tahlili kerak. Hamma gap xo'jayinniki to'g'ri degan strategiyani qabul qiladigan HR menga qo'rqinchli, qo'rqaman undan. Chunki o'zini fikrini berib, "Voy, Umid aka, men bunaqa bo'lyapti, bu yerda bunaqa siyosat, bu yerda bunaqa, o'shaning uchun men решение qilyapman" desa boru, men peshonasidan o'paman odamni. Nega? Sababi biz mingta ishda bo'lamiz, ichida bo'lmaymiz anaqani. Lekin tahliliy fikrlab turib beriladigan HR bu korxonani yuragi va u HRni men olib qolaman. Birinchisi, demak, tahliliy fikrlashi menga juda muhim. Shunaqa savol berasiz. Tahliliy fikrlashni tekshirish uchun. Da. Keyin tajriba. Tajribaga qayerda ishlagansan, nima qilgansan, kirishingni qanaqa strategiya qilasan va chiqishni qanaqa strategiya. To есть yurakka solishtirgan paytda qonni kirishi bilan chiqishini qanaqa kontrol qilishi rosa muhim. Keyin uchinchisi qadriyatiga yaxshi qarayman. Ya'niki nima qadriyatda bo'lyapti. Chunki korxonaga nisbatan xohlab kelmasdan turib, prosta menga pul to'layapti, meni vazifamni bajarsam bo'ldi degan odamni HRlikka olib bo'lmaydi. Ya'niki u xohlash kerak shu korxonada ishlashni. Faqat pulga deb kelayotgan bo'lsa, u xato. Nega? Pulga deb kelayotgan bo'lsa, u jamoani shakllantirayotgan paytda xuddi shunaqa shakllantiradi. O'ziga o'xshagan pulga nisbat uradi. Bizani jamoada ishonch birinchi o'rinda turganligi uchun ishonchga tayanib ishlagan insonni yoki korxonani o'sish tezligi hech qaysi korxonaga yetmaydi. Va bu korxonani egasi bilan HRdan boshlanadi. Chunki HR nega yo'q? Korxonani egasi xodimlarni olishni boshlaydi. Xodimni olayotganda korxona egasi kimni oladi desa, o'zini qadriyatiga va madaniyatiga tushadiganini oladi. Demak, bu narsa men uchun 3 ta shkali
juda kritik shkala ayniqsa HRda. Tahliliy tajribasi va qadriyati, ya'ni madaniyat bizani kulturaga tushadigan holat bo'lishi. Tushunarli. Demak, siz hozir hali ham HRiz 2 yildan beri HR qidiryapsiz. Da. Unaqasini topa olmadingiz. Yo'q hali. Tushunarli. Shaxsiy insightlaringiz, mana HR yo'q kompaniyada. Shuning uchun mana operatsiyonkaga kirib ketaman HR yo'ligi uchun dedingiz. Lekin mana HR bilan bog'liq shaxsiy insightlaringiz bo'lganmi? Negativniy insightlaringiz. HR noto'g'ri ishlagan yoki HR xatosi bo'lgan, HR tajribasi yetishmagan yoki qanaqadir qaror qabul qilmagan degan bir bo'lgan. Qanaqa insightlar? Men yaqindagisini aytib beraman. Yaqinda bitta holat bo'ldi. HRda bitta xodimimiz haydalib ketdi. U endi 100% HR muammosi deb ayta olmayman-ku, taxminan bir katta foizda HR ham vazifasi bor edi. Nega? Birinchisi, qon kirayotgan filtrda to'g'ri filtr qilinmagan, ya'ni xodim zo'r, qadriyati ham hamma narsasi kulib turadi, zo'r, lekin kompetensiyasiga tushmaydigan joyga u xodimni qo'yib qo'yishdi. Ya'ni tajribasi yo'q lokatsiyaga tushib qoldi u va shuni hisobiga u xato qilib qo'ydi. Ya'ni bitta feedback olayotgan paytda u xato qildi. Danlini, ya'ni biz rezultatlarni HR ga topshiramiz-ku. HR rezultatlarni olgan paytida o'sha rezultatga qarab u xodimni bo'shatib yubordi. Rezultatlar ana o'rtadagi xodim xato qilgan. Ya'niki men tekshirdim, men analiz qildim, o'zim ta'sischi bo'lib turib, to'xta, bu yerda qanaqasiga shuncha odam bu odamni maqtab tursa-da, rezultat noto'g'ri chiqsa deb turib ko'targan paytimizda feedback beriladigan anketa даже xato tuzilgan. Ya'ni hamma oladigan feedbackda paloncha pistoncha 4 ta 5 tada ikkitasini tanlash imkoniyatingiz bor ekan. Ikkitasini tanlaganingizdan keyin qolgan anaqa ikkalovga ishlaydi-ku. Ko'rsa oddiy bitta xato. Buni ham haydalib ketgan bola jamoadagi a'zo o'tkazib yuborgan va shuni hisobiga HR noto'g'ri ishini qabul qilgan. Albatta, HR to'g'ri resheniyasi bu juda muhim. Chunki HR insonlar bilan ishlaydi. Insonni hayoti. Endi qarang, nega shu tahlili birinchi o'rinda turadi deb gapirdim? Chunki men muammoni ochganimdan keyin u HRda tahlil bor edi. Ya'ni qanaqasiga hamma odam bu odamni ketgan odamni yaxshi deb turgan paytida rezultat noto'g'ri chiqib turib deb turib o'zi birinchi reaksiya qilish kerak edi. Mengacha chiqish kerak emas edi. O'shaning uchun bu yerda HRda ham muammosi bor deyman. Chunki rezultatga qarab men qaror qabul qildim. Baraka topgur, ikkinchi rezultatning teskariga 180 gradus qarama-qarshi rezultat chiqib qolganda komandani resheniyasini qabul qilgan. Vaholanki bu pul to'layotganlar to'g'riroq feedback beradi, chem bizani внутренний anaqadan. Sababi manfaatlar to'qnashuvi bor bu yerda ishxonada, bu tarafda. Lekin sotuvchiga tarafda hech qachon manfaatlar to'qnashuvi. O'zini zarariga hech kim anaqani podpisatsiya qilmaydi agar tepasida pistolet turmagan bo'lsa. Albatta. HR biznes ko'rsatkichlariga ta'siri bor degan fikrimga qo'shilasizmi? Albatta. Chunki 3 ta narsa rol o'ynaydi biznesda. Birinchisi raqamlar, ikkinchisi produkt, ya'ni servisda ham nimada bo'lsa ham nimadir sotasiz, produktingiz va uchinchisi jamoa. Jamoani mana shu 3 ta narsadan ichida eng katta qismini tashkil qiladi, ayniqsa servisda, chunki aktiv jamoa hisoblanadi. Jamoani shakllantiradigan ko'rsatkichda HR turadi. Ko'p holatlarda bizani bugungi darslarimda ham ko'p aytaman bu narsani. HR biznes tilida gaplashsagina ta'sischilarga foydasi tegadi. Lekin HR tilida gaplashsanglar yoki отдел кадров tilida, трудовой kodeks tilida bu narsalar hammasi muhim, kerak. Olaman. Zo'r narsa edi. Qaytadan ayting shuni. Mikro anaqaga qarab ayting, shu biznes tadbirkorlar, HRlar eshitsin. Chunki men finansist buxgalterman-da, men jamoaga chiqib o'zimning tilimda gapira olmayman.
Shunaqa. Xuddi shuni yetkazay hozir. Man doim darslarda har doim aytaman, HR biznes tilida gaplashish kerak. HR tilida, kadrovik tilida yoki masalan oddiy misolda Umid aka, man kirib sizga Umidjon aka, bizada Trudовой kodeksimizning mana shu statyasi bo'yicha biza mana shunaqa выплатamiz bor desam, siz o'ylanib turasiz-da. Lekin men sizga kirib, agar biz hozir mana shuncha summani to'lamasak, mana shuncha shtrafimiz bo'ladi. Mana shu summa bizani mana shu fotomizga ta'sir qiladi. Fotomizdan kelib chiqqan holda biz buni hozir kamaytira olmasak, manba joyida mana shuncha pul ketkazamiz desak, sizga tushunarliroq bo'ladi-da. To'g'ridan. Shuning uchun mani tadbirkorlar bilan, ish beruvchilar bilan ishlashimning birinchi sababi, menga ko'pchilik savol beradi. Ozoda, nimaga siz dars beryapsiz? Siz o'zingizga konkurent ko'paytiryapsiz. Men aytaman, men bittaman. Ish beruvchilar ko'p. Men uchun muhim sifatli anaqa HR chiqarishda. Keyin sifatli HRlar savol beryapti. Bizning hozir gruppamizdagi o'quvchilarim HR zavtraklar taklif qilishyapti. Nimaga? Chunki ularga darsdan keyin case kerak, darsdan keyin ma'lumot kerak. Lekin biz sizlardan so'ramadik-ku. Ish beruvchilar, tadbirkorlar, sizlarga kimni tayyorlab beraylik? Qaysi kuchli tomonini tayyorlab beraylik? Nima yetishmayapti sizlarga? Nimaga biz o'quvchilar chiqaryapmiz, HRlar yo'q? Nimaga kursimizda o'qib chiqayotgan HRlarni biznesi rivojlanib ketmayapti? Nimaga masshtabirotsiya qila olmayapti biznesi? Bir xil kichkina korxonalarni, meni o'quvchilarim orasida biznes egalari bor. Kelib HR kursida o'qiydi. Nimaga? Chunki HR ga qo'yadigan zadachalarni bilishmaydi. HR ga qo'yadigan zadachalarni bilgandan keyin u zadachalarni qilib beradigan odam topisha olmaydi. Bu narsa bugungi holatda jamiyatga ozgina og'ir bunaqa qilyapti. Yaqinda Plexanov universitetidagi bakalavr magistraturani bitirdim aytgancha, Umidjon aka. 22-yil oldingizga borganimda magistraturada o'qiganmisiz deb so'radingiz. Xalqaro ekonomika va xalqaro biznes fakultetini bitirdim. Yaqinda dissertatsiyamni yo'qladim, diplom olmadim hali. 2,5 yil Plexanov universitetida o'qidim, rossiyskiy vuzda. O'tda bakalavr uchun dars o'tdim. Ular aytibdi, biz ekonomist bo'lmoqchimiz. Men ekonomicheskini bitiribman, lekin HR bo'la olmaymanmi? Siz HR ekansiz, nimaga bu fakultetni tanladingiz? Dedi. Siz uchun HR mutaxassisi, HR eksperti ma'lumoti qanaqa bo'lishi kerak? Zo'r savol. Ma'lumoti haqiqatda oliy bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Lekin hozir suhbatimizni boshlamasdan oldin bir qiz haqida gapirdik-ku, bitta qiz bor edi, yoshi kichkina edi. Lekin zo'r qiz edi, Samsungga olib ketib qoldi dedim. Yosh qiz bo'lsa ham uni tahliliy, haliga aytganimdek, 3 ta narsadan birinchisi tahliliy fikrlashi menga muhim deganim, u o'sha vazifani bajarish imkoniyati katta edi-da unda. Ya'ni bilmadim, qobiliyatmi yo bu giftmi, ya'ni sovg'a bo'lib kelganmi, o'sha narsasi kuchli edi. Bunaqa odamlar ko'p. Lekin bu ya'ni holatdagi xarakterli odam bo'lmasa ham ilm orqali o'sha darajaga chiqsa bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimanki, shu bakalavrni bitirib, magistraturani bitirib, endi PhD ga o'zi ko'p holatda O'zbekiston sharoitida hozir men tavsiya qilmayman, chunki PhD ni ko'proq hozir men O'zbekiston sharoitidagi vaziyatdagi holatda permanent head damage deyman, ya'ni doimiy zararlangan bosh deyiladi. Nimani hisobiga desa, chunki bizning O'zbekistonda PhD emas. Endi mendan rozi bo'linglar, kim nima qanaqa aytsa, men ichimdagini gapirishga o'rganganman. O'shaning uchun hozirgi O'zbekistondagi PhD ni men unaqa qiymatli deb bilmayman, lekin magistraturada yaxshi yo'nalishda o'qiyotgan, yaxshi ko'rsatkichda qilinayotgan universitetlar, zo'r ishlayotgan universitetlar, hozirgi xususiy sektorlarni ham rivojlanayotgani kачество oshyapti, ya'ni sifat ko'tarilyapti. Lekin HR shu darajada imkoniyat albatta. Chunki filtrdan o'tayotgan paytda u o'sha virusda yashagan bo'lish kerak. Ya'ni o'qiyotgan liniyada bo'lgan bo'lish kerak yoki hech bo'lmaganda amaliyotda bo'lgan bo'lish kerak, qaysidir ustoz ko'rgan bo'lish kerak. Va bular ustoz ko'rish strategiyalari albatta universitetda bo'ladi, korxonada bo'ladi yokida
onasida bo'lishi mumkin, ishonasizmi? Albatta. Otasida bo'lishi mumkin. Albatta. Rasi foydali anaqalarni ko'rgan. Nega? Chunki ustoz va shogirdda virus yuqqan bo'ladi-da. Men zo'r buxgalter bilaman, otasi buxgalteri, o'zim ham ba'zi bir paytda o'sha boladan maslahat so'rasam, zo'r fikr berib qo'yadi. Nimani hisobiga desa, chunki otasi juda ham mashhur, o'sha o'zini yo'llanishda ketgan. Xuddi HRlarda ham shunaqa bo'ladi. Nega shunaqa bo'ladi desa, chunki ular case study'ni kechqurungi ujinda o'tirganda onasi gapirib bergan bo'ladi. Hozir qanaqa yuqqan desangiz, to есть holatlar doim qayerdadir обсуждение bo'lgan. Haqiqatan ham shunaqa bo'lar ekan. Bizda oilada 3 ta farzandim bor. Kattam 15 yosh. Keyin u bir o'tadigan vaqt o'sha подростковый period deymiz. Keyin anaqa endi vazifalarni to'g'ri taqsimlash kerak-ku. Men aytdim, bolajonlarim, endi должностной instruksiya yozamiz. Har bittalarni uyda qiladigan vazifanglar bor va u vazifalarni taqsimlaymiz. Doska olib keldik. Doskani ikkiga bo'ldik. Должностной instruksiyalar yozdik. Keyin o'g'lim aytdi, bunga men qarshiman dedi. Nega desam, bu kuni dedi, menga mana shu vazifani belgilabsiz, meni angliyskiyim bor dedi. Bu vazifa bu kun emas, boshqa kunga ko'chiringlar yoki sinimga bering dedi. Endi bizning uyimizda shunaqa hamma должностной instruksiyasi bor. Keyin aytadiki, keyin qanaqadir vaqt o'tdi, keyin aytadi, "Men ham bolalarimga должностной instruksiya qilaman" dedi. Yaxshi ishlar ekan dedi. Bu virus shunaqa yuqar ekan. Shunaqa? Kurs chiqarmoqman. Haqiqatan ham sifatli o'quvchilar keladi o'tga. Bu narsani anaqa qilishim kerak. O'quvchilar sifatli. Aytgancha foruminglar qanaqa o'tdi? 25, 26, 27 fevral kuni forumda qatnashdim. Men borib 1 soat o'tib keldim. 1 soat o'tdi. Odam ko'p bo'ldimi? Ha, bolalar asa maqtadi. Da? Eng zo'ri sizniki bo'ldi ishdi. Ha. Nechta odam yig'ishdi forumda? Bilmadim nechta odam. Hammaniki har xil-ku, bir 10 tacha odam yig'ishgan bo'lsa, meniki 1 soat edi, ikkinchisi yana 1 soat. Kirdim, lekin o'sha yerda menikida bir 250 ta odam o'tiruvdi adashmasam. Zo'r. Молодцы. U anaqa juda bir foydali forum bo'ldi. Agar oldinlari Alf Education, hozir ham Alf Educationda dars o'taman. Yaxshi anaqa zo'r o'tishadi. Men 3-4 ta odam o'qitganman. Shunaqa. O'tda management maktabida va HR maktabida leksiyalar o'taman va menga juda ko'p kommentariyalar kelisha boshladi. O'zbek tilida o'ting degan. Va to'g'risini aytsam, mana 2 yilda siz bilan birinchi marta ko'rishganimdan boshlab o'zbek tilimni ancha rivojlantirdim. O'zbek tilida kursni ham o'zbek tilida yozdim. Darslarimni, reelslarimni hammasini o'zbek tiliga o'tkazdim. Chunki 99 ga borda, bilasizmi? Bilmasdim, lekin bunaqa balandligini bilmasdim. O'shaning uchun biz Xan akademiyani o'zbek tiliga qilishga qaror qilganmiz. O'zi rus tilida ham. $700,000 pul ketgan. Men yanvar oyida Yaponiyada o'qidim, bir hafta borib, Yamagata universitetida Kaizen va Lean Management bo'yicha o'qidik va Yaponiyani ko'p korxonalariga borib tajriba almashdik, referens vizitlar qildik. Va u yerdan kelganimdan keyin men yana ham ko'proq o'zbek tilida kontent qilishga va o'zbek tilida undan ham ko'proq fikr bo'lishga qaror qildim. Nimaga? Yaponiyada ko'p yapon xalqi ingliz tilini bilmas ekan. Va o'zini tilini juda ham hurmat qilishadi va ularni tilini ham hurmat qilishadi. Keyin fikrim, nimaga biz o'zimizning tilimiz bor, dinimiz bor, nimaga ham menga rus tilida qulay bo'lsa, men odamlarga noqulaylik tug'dirishim kerak deb, hattoki birinchi o'zbek tilida kitobimni ham o'qidim. Men degan kitob chiqibdi o'zbek tilida. O'sha kitobni o'qidim. Nimaga? Chunki o'zbek tilida shu narsalarni yetkazishga va albatta asoschilarimiz, ta'sischilarimiz, tadbirkorlarimiz hammasi o'zimizning xalqimiz bo'lgani uchun. Bu bilasizmi, o'zi bundoq tegini olib qarasangiz, bu yerdagi eng katta muammo biz o'zi qo'rqamiz. Ya'ni oldingi davrga solishtirganda biz hech qachon rus gapirayotgan odamdan o'zbek tilida gapirgin degan narsani so'ramaganmiz. Shuni hisobiga ular hech qachon o'zbek tilini o'rganmagan. Shunaqa. Rus tilida gapiradigan insonlar o'zbek tilini o'rganmagan. Lekin masalan Qo'qon shahrida o'tda xalqi sal jahldor xalqda.
o'tga borsangiz borku, hamma ruslar, agar qolgan ruslar bo'lsa ham, hammasi bezaksin o'zbekcha gaplashadi, bilasizmi? Chunki o'tda Bilmagan majburlashgan o'zbekcha gapirish. Toshkentda ruslar ko'p bo'lganligi uchun biz ularga bu narsa moslashganmiz. moslashganmizda. Bu narsa katta minusga ishlagan bizani. Chunki xuddi sen rus tilini bilmasang, sen omisan degan strategiya bo'lganda, bu yerda har doim past ketish anaqasi qo'yilgan. Va bu SSR paytida 70 yil xuddi shunaqa strategiya bilan bosinmagan. Mana endi hozir xuddi shunaqa biz suhbat qilib turib, tahlil qilib turib, voy baraka topkur, o'zini til qolish kerak va bu narsani saqlab qolishimiz kerak degan narsa uyg'onyapti. Bu narsa menda hozir uyg'ondi. Man yanvar oyida o'sha Yamagata universitetini rektori chiqib, o'zbek tilida assalomu alaykum. Yamagata prefekturasi Yonizawa shahriga xush kelibsiz. Man Yamagata universiteti rektoriman deb o'zbek tilida o'qib berdilar. O'zbek tili juda ham anaqa qiyin произноситься qilindi, lekin произношениялari, talaffuzlari qiyin bo'ldi-yu, lekin shuni o'zbek tilida o'qib berdilar. Oxirida o'sha slayd prezentatsiyalarimizga rahmat so'zini, assalomu alaykum so'zini, hamma shu narsani o'zbek tilida gapirdi. Menda fikr, meni tahliliy anaqam o'sha paytda boshlandi. Nimaga ular bizani tilimizni hurmat qilib, shunga tayyorlanib kelishdi-yu, bizga qulay. Ko'pchilik o'sha kadr xodimlarimiz aytadi, menga rus tilida hujjat yuritish qulay. Baribir o'zbek tilida topshiramiz-ku desam, o'zimga qabul qilaman, keyin o'zbek tiliga tarjima qilaman. O'zbek tilida so'zlar bor, lekin nimaga bu narsani ishlatmaysizlar? O'shan kelganimdan keyin har bitta qatqadir chet elga chiqish inson uchun bir qanaqadir yengillik-ku. Kelgandan keyin men aytdim, tilimiz bor, dinimiz bor. Bu narsani hurmat qilishga va bu narsani saqlab qolishga endi harakat qilamiz. Juda menga ozgina bir xil so'zlarni o'zbek tilida tarjimasini eslab olishim qiyinroq, lekin juda ham harakat qilaman. Farzandlarim lekin zo'r. Men birinchi ko'rishganim bilan hozirgida vaqti katta farq bor. Lekin sizda qoyil qoldim. Men o'zim ham bizib gapiraman ko'p holatda. Menda birinchi so'z inglizcha keladi. Men ikkinchi tilim ingliz tili. Rus tili ham keladi, lekin hozir rosa harakat qilaman hamma so'zimni o'zbek tiliga qo'yishga. Men ham shu narsani ta'sischi, asoschi bu so'zlarni hammasini men juda o'zim uchun nima qildim va farzandlarimga ham o'rgatyapman. O'zbek tilini bilmasang, o'zbek tilida o'qishi va to'g'ri yozishni bilmasang, bilginki, Oksfordda o'qiysanmi, Garvardda o'qiysanmi, u qayerda o'qisang ham seni o'zingni hurmating juda past bo'ladi. Chunki o'zingni tilingni, o'zingni o'qishi, yozishi, gapirishi bilishing shart deb. Ingliz tilini bilishim shart deydi. Men aytdim, bu seni ingliz tili must have, shundoq ham bilishing kerak, lekin o'zingni ona tilingni bilishing bu prям shart. Buni o'zgartira olmaysan. Xuddi ismingni o'zgartira olmaganingdek. Va bugungi HRlarga talab qo'yishadi. Rus tili, o'zbek tilini bilish. Mana Headhunterga kirsangiz, HR menejer qidirmoqmiz. Asosiy niqasi rus tili, o'zbek tilini bilishi. Siz qanaqa shart qo'yardingiz? Til borasida. Til borasidami? To'g'ri, rus tili, o'zbek tili bilish hozir O'zbekistonda foizga solgan paytda 70 ga 30 bor. Ya'ni 70% o'zbek bo'lsa ham 30% bo'lish kerak degan yo'nalish bor. Lekin bilasizmi, hozir bizda tendensiya sal o'zgaryapti. Must have degani, ya'ni shartli yo'nalishda bizda rus tili ikkinchi, uchinchi anaqa liniyaga o'tgan. O'zbek, ingliz, keyin rus tushgan. To есть bizda ingliz tili bilishi, ayniqsa HR va hozirgi HRlarimiz ham ingliz tili bilishi shart. Bu ikkinchi o'rinda. Nega? Chunki bizning bizneslarimizning ko'pi ingliz tiliga asoslangan. Aksariyat holatda. Chet el переговорlari ham asosan, to есть Rossiya bilan biz pashta ishlamaymiz. Asosiy yo'nalishimiz ingliz tiliga bo'lganligi uchun bizdagi holatda birinchisi o'zbek, ikkinchisi ingliz, uchinchisi rus tili. Rus tili ham bu ichki muhitdagi holatga ishlatiladi, tashqi anaqada emas.
Sizga yaqinda bitta nomzod jo'natdim HR-likka. O'sha bolamiz Zo'r bola ekan. rus tilida gapirmaydi. Nimaga gapirmaydi deb so'rasangiz, u o'rgangisi kelmaydi. Nimaga o'rgangisi kelmaydi? 20-yili komandamga olganman u bolani universitetdan keyin. U bola zo'r bola. Keyin aytganman, menga qara, men seni o'qishga jo'nataman, lekin rus tilida bo'ladi. Rus tili o'rgangin, treningga o'tishing oson bo'ladi desam, yo'q, deb o'rganmayman dedi. Nega desam, men rus tiliga ketkazgan vaqtimni ingliz tilini yaxshilashga ketkazaman undan ko'ra dedi. Men ingliz tilida trening o'taman dedi. Meni dedi jo'natsangiz Rossiyaga emas dedi, Amerikaga jo'natayman, Amerikadan borib bilim olaman-da, kelib mana sizga o'sha narsani qo'llayman dedi. Va prinsip sifatidan emas, unga bu narsani o'ziga kerakli deb bilmaydi, lekin o'zbek tili, ingliz tilida bemalol gaplashib suhbat qila oladi. Va bugungi kundagi tendensiyalar, masalan, menga ham ko'pchilik keladi, voy menga jo'natgan HRingiz rus tilini bilmas ekan deydi. Lekin biz o'zbek tilida gaplashyapmiz. Hujjatlarni o'zbek tilida rasmiylashtiramiz. Xodim olganimizda o'zbek tilida gaplashamiz. Agar ekspat olsak, demak biz rus tilida, ingliz tilida gaplashadigan ekspat olishimiz kerak. Demak, sizni ham ekspatlaringiz hammasi ingliz tilida gaplashadi-ku. Shunga tadbirkorlik uchun bugungi kunda bu narsa qanchalik muhimlik darajasida. Menga qolsa ona tilimizni bilsin, ingliz tilini bilsin, rus tilini bilsa yaxshi. Bilmasa bu narsani qanaqadir bir talab qilib qo'yish. Yo'q, bizda unaqasi yo'q. Ya'ni rus tiliga nisbatan yo'q. Sababi biza russkiy говорящий deymiz, ya'ni rus tilida gaplashadigan davlatlar bilan biz kam ishlaganimiz uchun. To'g'ri, ba'zi bir korxonalar bor. Masalan, qo'shni davlatlar bilan yoki Rossiya bilan ko'p ishlasa, ularga rus tili prioritet bo'lishi mumkin. Lekin bizning holatda rus tili 3-darajada. Chunki ta'lim tizimini yaxshilash uchun albatta bugungi kunda til juda muhim. Yana bitta bilmadim bu qanchalik qiziq savol. Siz yoshlar bilan, talabalar bilan ishlaysiz va bilaman juda katta faoliyat yuritasiz ular bilan. Z avlodi bilan jamoa qurish va Z avlodini boshqarish qanchalik qiyin bo'ldi sizga? Z avlod doim qiyin. Z avlod o'sha hali aytganingizdek motivatsiya qanchalik deganni o'shalarga nisbatan gapirdim. Ular benzin quyib turmasangiz benzin tugab qoladi. Bu benzin bu motivatsiyada. Lekin motivatsiya uzoqqa yurolmaydi-da motivatsiya bilan. Chunki tugamaydigan resurs bu eng zo'r resurs-da. Tugaydigan resursni doim quyib yurish har doim ham imkoniyati bo'lmaydi. Z avlod bilan ishlash oson emas, lekin qarama-qarshilik bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi deb bilaman. Ya'ni u avlodni to'g'ri qabul qilish kerak. Chunki u avlodni to'g'ri qabul qilib o'stirilganda, undan keyingi avlod ularga nisbatan qarama-qarshiligi paydo bo'ladi. O'shaning uchun men bu narsani to'g'ri qabul qilaman. Masalan, hozir bo'ladigan Z avlodni ko'rsangiz, "Mana bu devorlar nimaga kerak?" deydi. "Olib tashlaylar buni" deydi. "Voy" deb gaplashing deydi-da. Masalan, bizani avlodga, bizani yoshimizdagi pokoleniyada bizda o'zlari xona bo'lsin, vaqtida turib, vaqtida kelish, bu narsalar bizda stabilnost rosa muhim bo'lganda, hozirgi Z avlodda ishoning, ishi boshqacha. Bugungi Z avlodi ertalab 9 da ishga kelib, soat 11 da bu ish unga to'g'ri kelmasligini aniq biladi. Shunaqa. Soat vaqt yetadi ular uchun. Men HR sifatida alfa avlodini kutyapman ishda. Chunki alfa avlodi xudo xolisa 3 yildan keyin 18 yosh bo'lishadi va ishga chiqishni boshlashadi. Men ularni kutyapman. Chunki ulardan juda katta kutuvlarim bor, ожиданияларim bor. Chunki alfa avlodi ancha stabillashgan davrda katta bo'lishdi. 2010 dan boshlangan-ku ularning anaqasi. Ancha stabillashgan anaqada va ular aniq nima xohlayotganini biladi. Ular aniq o'zini fikrini ayta oladi va nimadirga erishish ular uchun
qiyin narsa emas. Biz uchun qachondir BMW haydash bir qanaqadir orzu bo'lgan bo'lsa, ular uchun bu narsa dostupniy. Va men juda ham qiziqish bilan kutyapman, ulardan qanaqa jamoa tuzilar ekan, ular qanaqa rahbar bo'lar ekan va ularni ichida rahbar chiqarmikan, yo'qmi degan savol bor menda. Meni teoriyam bo'yicha ularning orasida rahbar chiqmaydi. Endi qarashlaringiz zo'r, ish qilib amalga oshsa. Lekin men raqamlar bo'lganligi uchun raqamlarda doim hozir internetda bo'lar bo'lmas narsalarni yotib olib ko'rishganligi uchun siz aytilayotgan foiz juda kam deb o'ylayapman. Nega? Sababi hozir masalan bizani suhbatimizni necha foiz odam ko'radi desangiz, taxminan 1% odam ko'rishi mumkin. Ya'ni umumiy aholiga nisbatan deb o'ylayapman. Lekin hozir bitta jinnini olib chiqib turib qo'ysangiz nechta odam ko'radi desa 10 million odam ko'riladi. Chunki bu propaganda juda qattiq ketyapti-da. Ijtimoiy tarmoq orqali dopaminni berish va yoshlarimizni o'sha alfa avlodni telefonini pastdan tepaga qilishi bor-ku, bir kunligi 5000 tadan oshib ketyapti. Bu 12 sekund degani. 12 sekundda bitta narsani 12 sekunddan ko'p ko'rmayapti deganida. Shunaqa. Demak, bu narsani nimaga olib keladi bu narsa desa, siz o'qigan kitobni, o'qish kerak bo'lgan kitobni o'qimaydi degani. Chunki miya qabul qilmaydi, ularni o'tirib, yuragi chidamaydi. O'shaning uchun ish qilib hozir aytib turganingizda hozir ish qilib shu narsa sodir bo'lsin deb yaxshi umid boshlagan ishini oxiriga yetkazmaydi. Lekin men ulardan ожиданияларым katta va juda qiziqyapman. Biz uchun yana qanaqa viziflar bo'ladi? Dahshat viziflar bo'ladi. Qanaqa viziflar bo'lishi, ulardan umuman olib qaraganda mana bizani avlodimiz bizni rahbar bo'lishga intiladiganmiz-da, chunki bizga shu narsani o'rgatishganda, sen prezident bo'lasan, sen ministr. Yaqinda adam telefon qilib, qizim bu yili 40% ayollar deputat bo'lish kerak ekan, sen deputatlikka ballotirovаться qilishing kerak deydilar. Iyul oyi edimi? Adajon, bunaqa mashish qilmay qo'ya qoling dedim. Yo'q dedilar. Deputat bo'lishing kerak dedilar. Keyin aytdim, nimaga? Chunki ular shunga o'rganganda, ular o'rgangan, sen finansist bo'lasan, sen deputat bo'lasan, sen doktor bo'lasan. Biz ketaverardik doktor bo'lib. Va bu narsani oldindan nima qilishgan va bizda bu narsa karyera qilish, o'qish, doimiy izlanish, bu narsa bor-da. Bugungi kunda masalan trendlardan soft skills, hard skills, 3-skills paydo bo'lgan hozir. Bu qaysi skills? Nima tekshiramiz ishga olayotganimizda? Self skills, o'zini rivojlantirish skillsi. Bugun biz xodimlarni olayotganimizda agar soft skills yaxshi bo'lib, hard skills yaxshi bo'lib, self skills yaxshi bo'lmasa, foyda yo'q, chunki u sizga bugun foyda beradi, ertaga o'zini rivojlantirmasa, siz yana ichar qidirasiz. Siz u bugungi tendensiyalar bilan baravar. Men har oy o'qiyman. Qachon qarama, yangi kurs qidiraman, yangi sertifikatsiya olmoqchiman. Nimaga? Chunki agar bu ishni bugun qilmasam, men qolib ketaman. Ertaga siz meni o'sha suhbatga chaqirmaysiz. Chunki qarang, bu rosa zo'r anaqani ko'tardingiz. Chunki shu joyini yana qaytartirishimizni xohlardim. Sababi soft skill bu kommunikatsiyasi, qanaqa gaplashish, muomala madaniyatlari, hard skill bu nima qo'lidan kelishi, self skill bu o'zini qanaqa rivojlantirishi deyilgan narsa. Men hammadan iltimos qilib, tiz cho'kib so'rardim. Chunki PwC'da ham ishlaganimizda PCND degan narsa bo'lardi. PCD deb yoziladi. Birinchi performance, ya'ni siz hard skill orqali nimani amalga oshira olasiz. Ya'ni qo'lingdan nima keladi va nima ko'rsata olasan. Ikkinchisi PC'ga, C'si communication bo'lardi. Ya'ni qanaqa soft skillda jamoa bilan qanaqa muomala qila olasan, klientlar bilan qanaqa muomala qila olasan va development bo'lardi, ya'ni rivojlanish. To'xta, menga seni faqat performansing kerak emas yoki faqat kommunikatsiyang kerak emas, sen qanaqa o'zingni o'stirmoqchisan, qanaqa qilib keyingi urovingga chiqmoqchisan va urovingga chiqayotganda seni o'stirishimiz bizga muhim. Faqat kommunikatsiya bilan yoki rezultatni ko'rsatib yo'q, sen o'zing rivojlanishing kerak degan shaklda 1 yillik strategiya qilardi. Uni HR tekshirardi. Albatta, har
har qanaqa chorakda qila olyapsanmi, ulgurasanmi, yetasanmi, qara derdi. Yetolmasa bizani reytingimiz tushib ketardi. Bu narsalarni ish qilib o'rgatyapsizlar degan umiddaman. Man eng muhim narsa rahbarlarga, jamoat team leadlariga, tadbirkorlarga yetkazmoqchi bo'lgan narsam ko'p tadbirkorlar bilan gaplashaman. 5 yillik shartnoma qilamiz, ketib qolmasin. Nimaga ketib qolmaydi? Voy, u menda ishlasin, menga foyda keltirsin. 5 yil sizda ishlaydi degani bu rivojlanmaydi degani, bu o'zini ustida ishlamaydi degani. Jamoa sizni shaxsiy mulkingiz emas. Har bitta jamoa a'zosi bu alohida bitta yacheyka va u o'qishga, rivojlanishga, o'z ustida ishlashga haqqi bor va shundagina sizga foyda keltiradi degan fikrni ko'p O'zbekiston rahbarlariga yetkazgim kelyapti. Chunki ko'pchilik jamoa mani shaxsiy bir mulkim. Ikkinchisi ish samaradorligini rahbarga bog'lashadi. HR ish samaradorligini rahbarga emas, jamoaga bog'lashi kerak. Rahbar ketsa, ish to'xtab qoladi. Demak, u tizim yaratmagan, u zavisimist deydi, o'sha o'ziga muhtojlik yaratgan. O'ziga bog'lab qo'yganda va men bitta fikrim bor, sizni tadbirkor va ish beruvchi sifatida bu narsani qanchalik tasdiqlashingiz uchun bu narsani aytaman. HR tizim yaratganda odamlarga bog'liq bo'lmagan tizim yaratish tarafdoriman va biznes ham tizimlari qanaqa bo'lishi kerak? Tizim yaratilishi kerak va odamlarni shu tizimga moslashtirishimiz kerak. Lekin odamlarni ishga olib, tizimni ularga moslashtirishimiz kerakmi? Yo'q. Buni rosa oson tushuntiraman-da, men HRga ham, "Voy, baraka topkur", siqilib ketaman bir xil payt. Bizani o'sha PwC'da ishlaganimizda bitta jamoa a'zosi, "Aka, men audit qilishim kerak bitta korxonani, borardim-da auditga. Men audit qilayotgan korxonaniga qanaqa qilaman deganman-da. O'zi komandasi necha yildan beri ishlasa, men yangi ishga kirgan bo'lsam, men borib nimani o'rgataman desam, bitta qoida aytgan, bu qoida meni umrim oxirigacha zo'r ishlaydi-da. Nima degan bilasizmi? Hozirgi aytganingizni oson ikkita so'z bilan. Umid vazifasiga qarab struktura tuziladi. Strukturaga qarab vazifa emas deganda. Bu gap tochkada, bu HRga mana shu poq ketib o'tganga tegadigan gapda. Vazifa bo'ladi, ya'ni tizim bo'ladi, unga qarab odam ishlash kerak. Odamga qarab vazifa emas degan. Ya'ni siz aytayotgan birinchi shaklingizga anaqaman, xohlagan bu odam ketgan paytda ikkinchi odam kelayotgan paytda tizimni hisobiga bu odam davom ettirib keta olishi kerak-da. Ya'ni vazifalar to'kis yozilgan yoki implementatsiya qilingan bo'ladi. Kelgan odam o'sha ishni, vazifani bajarib keta oladigan bo'lishi kerak. Kim odamga qarab turib vazifa qo'yishdan ko'radi va mana shu narsani bilib olsang, umid degan hamma joyda imkoniyating bor, hattoki aqlli narsani ayta olasan. Ya'ni tavsiya ham qila olasan, o'rgata olasan deb tushuntirgandan keyin men o'sha anaqa bo'lib ketganman. Zo'r motivatsiya bo'lgan. Haqiqatda ichini vazifalarni o'rganishni boshlaganman. Odam emas, odamlarni hammasini olib tashardim. Vazifani o'rganardim-da, strukturani o'shanga qarab turib shakllantirardim-da, keyin xo'jayinga pozitsiya qila olardim. Bu narsaga men birinchisiga qo'shilaman. Shunaqa. Chunki qachonki HR to'g'ri tizim yaratib bera olsagina biznesga foyda keltiradi. Shunaqa. Bo'lmasam vazifalar boshqatdan yoziladi va bu biznesga birinchi navbatda moddiy zarar yetkazadi. Chunki men o'quvchilarimga doim aytaman. Biznes egasiga sizlar T2 to'ldirishinglar, mehnat o'ziga narsa kiritishinglar umuman qiziq emas. Uni xohlasanglar qilinglar, xohlamasanglar yakshanba qilinglar, xohlasanglar shanba qilinglar, kechasi uyda qiling. Umuman ahamiyati yo'q. Biznes uchun tizim kerak va biznes uchun son kerak, biznes uchun natija kerak. Bo'ldi. Biznes bilan qachonki biznes tilida gaplashsak, shundagina biz to'g'ri HRlarni menimcha agar suhbatimizni yakuniga biznes uchun HRlarni biznes tilida gaplashishni o'rgatishimiz Rosa muhim. Juda muhim. Tushundim.
Umidjon aka, bugungi suhbatimiz uchun kattakon rahmat. Rahmat. To'g'risini aytsam, man aniq bilaman, judayam foydali va judayam manfaatli suhbat bo'ldi. Sizga HR albatta topib beraman. Xuddi mana shu aytilgan narsalar bo'lsa, bemalol chiqaveringlar menga, iltimos, ijtimoiy tarmoqdan bilasizlar. Shuni Mana shu qobiliyat menda bor desanglar chiqinglar. bo'ldi, albatta, chunki yaxshi HRlar har doim ehtiyojdan kelib chiqadi va hozirgi ehtiyojlarga ko'ra HRlar bozorda ko'payadi degan umiddaman. Albatta biz har bitta kursdan keyin imtihon o'tkazamiz. Mendan so'rashdi, pulini to'lay deb sertifikatini beraver. Men sifatsiz HRlarni ko'paytirib nima qilaman? Menga sifatli HRlar kerak. Va siz aytganingizdek, meni imtihon anaqamda test yo'q. Test yo'q. Savol yozaman. 15 qator strochka qoldiraman. Hammasini yozishadi. Qo'lda ruchkada yozishadi. O'tirib bittalab o'qiyman. Balkim bu oldingi dodammi anaqalaridir, usullaridir. O'shaning uchun gapirayotganimda xursand bo'lib ketayotganingizni sezdim deydi. Xursand bo'lib ketdim gapirayotganingizda. Shundoq to'g'ri narsa qilyapsiz. Test yo'q. O'zim savol yozaman. Anaqasida bosib turaman. Anaqasida keyin tagidan savol yozaman, copy paste qilib tagidan yana yozaman. O'tirib ruchkada yozishadi. Hattoki HR yo'nalishlari degan savolimni ham test qilmaganman. Ruchkada yozishadi. O'tirib o'qiyman keyin. O'qiganimdan keyin kelib кейсовый anaqa qilamiz. Va albatta gapirganingizda juda ham xursand bo'lib ketdim, chunki sizdagi ustoz rahbardan qilayotgan ishimni to'g'riligini bilish juda ham muhim men uchun. Bugungi suhbat uchun, vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat. Rosa maza qildim. Dard bilan kelsa suhbat zo'r bo'ladi deydi-yu. Rostdan dardim bilan kelib, hammasini sochib tashladim, rozi bo'linglar. Siz ham rozi bo'ling. Dardingizga albatta davo topamiz. Bizni ko'rgan, bizni eshitgan hamma uchun bu narsa juda katta ma'lumot, juda katta ilm, bilim va albatta juda katta imkoniyat. Sizdagi insonni, sizdagi ustoz rahbari jamoasida ishlash har bitta odamning orzusi. Rahmat. Xursand bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat, Umid aka, kattakon.